Sağ olasın. Rahmat. Shoshma ukam. Охрана. Keling. Security. Телохранитель. Предохранитель. Qara, qo'yib bor. Nima deysiz? Shoshmay turib turib tursan, qizdek yopishurma hali. Men o'zim gaplashiraman. Labeysinglar. Va alaykum assalom. Imron akaga gapim bor. Nima gapingiz bor? Konsertdan gapirasiz, gapingizni endi hozir konsert ketyapti. Gaplab she'r yozganman, uzoqdan kelganman, o'qib bersam maylimi, shu she'rimni ashula qilib bersin. Siz she'r yozib keldingizmi? Chiqing. Ismingiz nima? Sevara. Sevara. Sevar, qayerdan keldingiz? Jizzaxdan keldim. Jizzaxdan. She'r yozib keldingiz. O'zingiz Imronga bag'ishlab. Shuni o'qib bermoqchisiz. O'qib bersinlarmi? Shularning yaxshi she'rimi? Shoiraman. Shoirami? Voy, malay. Bitta qasid charib qo'ylar shoira qizimiz ekan. Jizzaxdan kelibdilar. Imronga bag'ishlab she'r yozgan ekanlar, juda chiroyli. She'ringiz nomi nima? She'rimning nomi Rahmat, tashakkur. Kimga rahmat? Mengami? Kimga? Yo, Imron akaga. Imronga. O'qing qani. Qarshi chalib turinglarmi? Xijolat bo'lib qolmasinlar. Rahmat. Rahmat qo'llarimdan tutganing uchun. Tashakkur qorlarda kutganing uchun. Ming rahmat ko'ksimni nurlarga ko'mib, taqdirim yo'lida o'tganing uchun. Tinchlikmi? Qachon qo'llaridan tutdingmi qizni? Taniysanmi? Rahmat qo'llaridan tutganing uchun, rahmat ko'ksimdan itarib borganing uchun nimadir dedimi? Tushunmadim. O'qing qolgan. Va ming bor taqdirga ta'zim azizim, yaxshi yomon kunda yorliging uchun. Ya qarab, yiqilari chiqib qo'ymay qarab ketyapsan. Menga nima qarab? Nima bo'ldi yaxshi yomon kun nima? Ko'rishganmisizlar Imron bilan? Yo'q, tasavvurimda she'rda yozganman. Yotib olib xayol qilib. O'qingchi. Rahmat qo'llarimdan tutganing uchun, taqdirim yo'lidan o'tganing uchun, peshonamda isming yozilgani va kaftim chizig'ida borliging uchun, rahmat qo'llarimdan tutganing uchun. Yo, she'r yaxshi, juda chiroyli she'r yozgansiz. Ko'rishganmiz? Yo'q, xayolimda ko'rishganman. Xayolingizda qayerga borgansizdan keyin ko'rishib? Shu she'ringizni ashula qilib berish kerak. Yaxshi endi.